Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimiz Marhamat tumani Sergio qishlog'ida bo'ldi. Shu yerga kichkinagina qilib 60 va 16 litrlik qozonlarga o'choqlar yasab berdik. Bu yog'i рабочий stoli bo'ldi. Taylariga ham polka qo'yadigan xulgoniylarni qo'yib ketdik. Hozir tortishlarni tekshiramiz. Ma'lumot o'rnida shu yerga, shu ko'rinishiga 400 ta g'ish, ozgina sement, qum, xullas hisob kitob polni noldan hisoblaganda uydagilarning aytishi bo'yicha $300 расход bilan shu xizmat haqi, materiali bo'pti, ketibdi. Buni yonboshlatib qo'ying, yonboshlatib. Bu yoqqa bu tomonga sobini qilsangiz, sobini men tomonga qilsangiz, yaqinlab. Yana ham yaqinroq yonboshlatib, mana shunday qilsangiz cho'tki ko'rinadi-da. Ana. Shu shogirdlarga tutashni o'rgataman-da. Keyin nagi qozonga. Qani? Bu qozonni tortishlari ham xulasa yaxshi. Mo'risini shunaqa qilib ko'rinmaydigan qildik. Sababi orqada joy bor ekan. Mana shu teshib orqa devor orqasidan chiqarib yubordik. Ertaga kafel bilan bunday o'rayotganda ham chiroyli o'tib ketaveradi. Yonishlarga e'tibor bersangiz mana. Pastki qismidan ligirovka bo'ladi. Shu vakuum hisobiga pasaytirib, tepaytirsangiz bo'laveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Assalomu alaykum.